Bugungi kunda bu 206 million so'm va undan yuqori summalar Sizga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilishi mumkin. Skladdagi tovarlaringizda asfaltkasi, buxgalteriya soliq ma'lumotlaridan kam chiqsa, qanday soliq oqibatlariga olib keladi? Keling, amaldagi soliq kodeksi, ma'muriy kodeks va jinoyat kodeksi bo'yicha ko'rib chiqsak. Amaldagi soliq kodeksi bo'yicha sizning ushbu kamomat aniqlangan tovarlaringiz sakritia dohoda sakritia налогооблагаемой bazi soliq bazasini yashirish sifatida qaraladi va 20% jarimaga tortiladi. Kamomatda chiqqan tovarlarga nisbatan sotilganlik hukmi qo'yiladi va 12% NDS to'lab berasiz. Soliq organi xodimlarida ushbu foyda solig'ini aniqlash bazasini tahrirlash huquqiga ega. Bundan tashqari, mansabdor shaxslarga nisbatan o'rnatilgan jarima belgilanadi. Eng muhimi, aniqlangan soliq kamomat summasi davrdagi okladga nisbatan 500 baravar va undan yuqori bo'lsa, bugungi kunda bu 206 million so'm va undan yuqori summalar sizga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilishi mumkin. Ushbu holatda ko'rinib turibdiki, minimum 32% soliq va jarimalar va undan tashqari o'rnaklab ma'muriy jarima to'lab berasiz. Bunday holatga tushmaslik uchun har doim skladni inventarizatsiya qilib turishni unutmang.